Gucci. İsmini Gucci qilib qo'ydi. Zalatoy shinshilla bilan. Ranglari juda ham chiroyli. Buni olib keldik. Xudo xohlasa homilador. Taxminan 2 oylarda tug'adi. Bolalariga qiziqayotganlar xalatdan juda ko'p qo'ymoqchi bo'lganlar, olmoqchi bo'lganlar. Tug'ilgandan keyin ozgina sutdan chiqarib, ozgina o'rgatib, keyin sotuvga beramiz. Olmoqchi bo'lganlarga. Xudo xohlasa bu o'sha avgust atrofiga o'sha bolalar tayyor bo'ladi. Endi taxminan. Shunaqa gaplar. Bu yerga endi mana shu zalatoy shinshillani ko'paytirish maqsadimizda seriyani bu bilan qo'shilib qo'ymasligi uchun hozir alohida qilib qo'yganmiz. Sotishga to'g'ri kelyapti uni. Sotish niyatim yo'q edi o'zi. Ko'pchilik so'radi, sotasizmi deb boshida yo'q deb endi buni olib kelganimizdan keyin sotishga to'g'ri kelyapti. Bu qiz bola, Seri o'g'il bola. Bir-biriga qo'shilib qolmasligi uchungina sotyapmiz. Kel Seri. Seri. Serining qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar, sotamiz. Buni qarang, asalligini. Gucci buni ismi. Juda ham chiroyli. Juda ham hidlari. Juda boshqacha hidlari. Xullas, kuzatib, like bosib qo'yamiz.